Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun biza Minecraftda 97 kun survival qilishga harakat qilamiz. Agar video yoqsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Ketdi. Va bizda birinchi kun albatta biz daraxt chopishdan boshlaymiz. Kattaroqni olamiz va boshladik. Mening 97 kun yashashimdan maqsadim yaxshigina kuchayib olish. Hech bo'lmaganda olmos aslahalarga erishish. Iloj bo'lsa sehrlanganidan. Biz daraxtlarimizni chopib bo'ldik va daraxtlarimizni endi taxtaga aylantiramiz. Va taxtaga ham aylantirib bo'ldik. Bersak cho'p 12 ta yetadi. Bersakni qo'yamizda. O'zimizga kirka va bolta emas, kirka yetadi. Va buni olamizda. Bersagimizni olamizda. Tosh topgunimizcha bu yerda qo'y bor ekan. Qo'ycha, qo'ycha. Ana. Biz toshga tushishimiz kerak. Ana. Uxti. Ana, biz toshga tushsak ham bo'ladi. Ko'mir chiqdi do'stlar. Yaxshi ko'mir chiqqani. Ko'mir bizga ovqatlarni pishirishimizga va boshqa narsalarga, boshlang'ich narsalarga yetadi. Va avval biz toshlarni qazib olaylik. Hech bo'lmaganda 30 ta tosh qazsak yetadi. Yoki 28 ta. Shunga yaqinroq do'stlar. Tosh qazishimiz sizlarga yoqmasligi mumkin. Shuning uchun videoni pauza qilib turaman. Tosh qazganimdan keyin ko'rishamiz do'stlar. Do'stlar, va nihoyat namlarni qilib bo'ldim. Ko'p narsalar oldim. Qarang. Nega bir kun tosh qazishga bir kun ketadimi deyishingiz mumkin mendan. To'g'ri, tosh qazishga bir kun vaqt ketmaydi. Endi juda ko'p qazsa ketadi, endi boshlang'ishga ketmaydi. Lekin men videoni etrash boshladim deyishingiz mumkin. Wordni kechroq ochganingizda shunga darrov kech bo'lib qoldi. Bir kunni xilla o'tkazib, mana yotoq yasab o'tkazib yubordim. Endi yana 96 kunni ham asta yaxshigina o'tkazishga harakat qilaman. Va biz qayerga boramiz? Shu tarafga boramiz, mana shu tarafga. Cho'chqa. Menimcha bu yerlarda qishloq yo'q. Obunachilar. Cho'lga borsam ekan. Cho'lga nima qilaman? Shakar qamishlarni terib, buyruq qani. Keyin g'or ham topishimiz kerak. Temirdan birani yasashimiz kerak hali. Do'stlar, ish ko'p hali. Uzr, video qotayotganligiga modlarni ko'p qo'shdim-da do'stlar. O'zbek tili modini qo'shdim, ishlamadi. Mana hammasi ham yeb olamiz. Bilmayman nega ishlamaganligini. Bu do'stlar
G'ormi? Zombi. Baribir zombi bu yerga kelolmaydi. Men ungacha buni o'ldirib turaman. Qo'yib ochadi. Go'sharim pishiramanda va g'orga tushaman do'stlar. Maka. Avval o'zimga pechka yasab olishim kerak. Pechka. 3 ta pechka yetadi. 2 ta yetadi. Anchadan beri Minecraft o'ynamagan edim. Shunga sal qo'lim kelishmay qolyapti do'stlar. E'tibor bermaysizlar. Kutamiz. Dutturu. Yeb olamiz. Zombi joniga tekding-ku. Seni o'ldiraman. Shu darrov. Men kirganman suv zombisiga aylandi. Ha, apalar. Lekin baribir men kuchim senga bo'lmagan yetadi. Bu yerda ham bo'lmaymi? Kirib orqamdan portlatib ketmasin do'stlar. Aytib bo'lmay qoldi hozirga. Vaziyatlar. Ovqatlarim pishibdi. Bularni olaman. G'orga kiramiz do'stlar. Eslatib qo'yinglar-da, men bir mod qo'shuvdim. Ishlarmikan hozir? Da. Bile. Nima bo'ldi do'stlar? Nega jonim ketdi? Mana do'stlar. Chap qo'l fakil modini ham oldim do'stlar. Bu menga juda foyda beradi. Ayniqsa xorlay tushganda. Hamma joyda yoritib yurishim to'g'ri kelmaydi, lekin moblar ko'proq spam bo'ladi, shunisi ham. Yorug'lik bo'lmasa. Qo'lda yorug'lik bor. Minecraft bu. Albatta logosida. Do'stlar, yana videoga pauza qilib turaman. Hozir ko'rishamiz. Birinchi olmos, ikkinchi olmos. O'sha olmos ham bor. Yana ikkita olmos. 2 olmos. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şu do'stlar. Bittada 9 ta olmaz. Şu do'stlar olmadim keldi. Voy, zo'r-ku. Zo'r. Yana 3 ta olmos. Oltita ekan do'stlar. Olmadim kelyapti. Yana olmoslar. Do'stlar, men olmos juda topyapman. Temir deb kelib, olmoslarni ko'p topyapman do'stlar. Temir ham chiqdi. Do'stlar, yaxshi. Do'stlar, sizlar mun qarangda. Mun qaranglar-da. Mana bu yerda buncha olmos. Mana bu yerda ham bitta olmos. Qani ishda chiqar ekan? 1 2 3 4
Ya, temir ham chiqyapti. Temir ham bizga kerak. To'rtta. Bu yerda nechta chiqar ekan? Bitta. Ya, hech qancha yo'q. Mayli, davom etamiz. Ya. Do'stlar, boshqacha qo'rqib ketdim. Davom et. Biz 3 kun g'orda topgan narsalarimiz mana bular. Mana shular bo'ldi do'stlar. Qaranglar. Juda zo'r, ha? Ana shularni 3 kunda biz g'ordan terib kovlab oldik. Ana endi bizga endi bizga mana bular kerak emas. Do'stlar, qalay? Zo'rmi? Bularchi? Bularchi? Bular ham juda ham zo'r. Va bularni biz olamiz. Hammasi bizniki. Ha, biz ketdik. Sarguzasht izlab. Biz do'stlar 28 ta almas ham topdik. Do'stlar, hozir 2 minut. O'lib ketardim. Do'stlar, ancha kun o'tib ketdi, ya'ni 6 kun o'tib ketdi. Men haligacha qishloq topolganim yo'q. Video ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun videoni tugatamiz. Bu videoda biz 10 kun yashadik. Agar video yoqsa, videoga like bosib obuna bo'lamiz. Agar shu video 30 ta like yoqsa, men ikkinchi qismini chiqaraman. Do'stlar, keyin mening bir do'stim bor. Ibrohim Gamer degan, shunga ham obuna bo'ling. Hozir videoni ustida chiqadi. Xayr.